Vietnamga bormoqchi bo'lganligi mani maslahatlarim. Birinchi o'rinda SPF 50 dan kam olmanglar mana. Ishonchli brend tavsiyali terilar chilib tushmaydi. Bu mani sevimli yaxshi ko'rgan brendim. Ikkinchisi Kamrangdan yoki Winpearl Orolidagi oteldan nomer olmanglar, chunki sizlar u yoqdan shaharga chiqishga qiynalasizlar. Uchinchisi bu ChatGPT ga yozinglar, o'sha davlatda любой joyga borgan o'zi вообще, o'sha joyga borganinglarda eng mashhur joylarini, chunki biz mana shunaqa qilib ChatGPT dan qarab eng mashhur joylariga bordik. Обязательно Dalat oroliga boringlar. Dalat bu 3 soatlik yo'l, shahar, xuddi bizning Jizzaxga boradigan yo'limizdek. Winpearl parkiga обязательно borishinglarni maslahat beraman, chunki bu bizning Magic Cityda 7-8 barobar kattaroq territoriya hisoblanadi. Это nafaqat park, akvapark, zoopark, botanik sad, hamma narsa bor. Va o'zinglar bilan ovqat olmaganinglarni maslahat beraman, chunki u yoqda o'zbekcha kuxnyalar juda ham ko'p. Tashkent, o'zbekcha chayxona, bir nechta kafelar bor. U yoqda ovqatlanishinglar Toshkentdan arzonga tushishi mumkin. Faqat shashliklarni emas, chunki u yoqda go'sht qimmatroq ekan. Keyingisi bu aeroportdan tushganinglarda pul maydalamanglar, chunki eta maydalasanglar qimmatroq bo'ladi. Qolganlarda qanaqa bilmadim. Men viza kartamdan pul to'laganimda konversiya juda ham arzon bo'ldi.